Bugun iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri kichik sanoat zonalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimiz Yangibozor tumanidagi ana shunday zona va u yerdagi loyihalar faoliyatiga e'tibor qaratdi. Kichik sanoat zonalari tadbirkorlar uchun tayyor infratuzilmaga ega qulay maydon hisoblanadi. Elektr, gaz, suv, yo'l va boshqa muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlangan ushbu hududlarda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ancha osonlashadi. Bu esa loyihalarni qisqa muddatda amalga oshirish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish va mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash imkonini beradi. Bu hududdagi yana bir korxonada esa turli xildagi qurilish materiallari ishlab chiqarilmoqda. Yangibozorda ham oxirgi yillarda bunyodkorlik ishlari ko'lami kengaydi. Bu o'z navbatida bunday mahsulotlarga bo'lgan talabni oshiradi. Shu yil mart oyidan ish faoliyatimizni boshladik. 23 o'rin yaratdik. Finalak Xitoy Respublikasidan keyin bu yerda 15 xil mahsulot ishlab chiqarmoqchimiz. Hozircha 10 xildan oshdi. O'zim quruvchiman. 14 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelamiz. Ko'p qavatli uylar quramiz. Oldin bu mahsulotlarni boshqa tadbirkorlardan sotib olardik. Hozir o'zimiz ishlab chiqib, o'zimiz foydalanib turibmiz. Boshqa quruvchilarga ham yetkazib berib turibmiz. Tuman hokimligi tomonidan kelib xabar olib turibdilar, yana sotish masalalari, muammolar bo'lsa yechib berib turibdilar. Rahmat. Eng muhimi, bunday hududlarda ishga tushirilayotgan har bir yangi korxona tuman iqtisodiyoti rivoji, aholi bandligi va tadbirkorlik faolligining yanada yuksalishiga xizmat qilyapti.